Hurmatli obunachilar, endi navbatimiz mana bu koshona stol stullarimizga keldi navbat. Johirbek, tanishtiring, yangilik ekan. 16 talik Xurram stol stulimiz zakaz bo'yicha Samarqandga chiqib ketyapti, xudo xolasa. Bunimizni materiallari yong'oqdan bo'ladi, xudo xolasa 100%. Ko'rsating. Materiallari ham yaxshi. Yangilik ekan, ranglari ham. Bunaqa ajoyib qilib ishlangan, shampan, ilej yemshug aralashtirib, xudo xolasa. Machalkalari ham yaxshisidan qo'yiladi. 100% yong'oqdan bo'ladi, xudo xolasa. Mana plotni zo'r. Oyoqlari 100% yong'oqmi? Oyoqlari hamma yo'g'i. Orqasini ham ko'rsating-da. Xo'p, demak mana bu medalyoni bor. Parda fason qilib tortilgan. Shunaqa. Xo'p, nechta o'rindiq? 16 talik. 16 talik. Stolimizning razmeri 3.60 ga 1.20 bo'ladi. Johirbek. Akvarium stol. Akvarium stol. Bu oyna, to'g'rimi? Oynasi bor. Oynasi bor. Oynasi bor. Oyoqlari simal oyoq bo'ladi. Materialimiz stolimizni MDFdan. Xo'p, mana oyoqlarini ko'rsatib o'tyapman. Juda ham ajoyib. Simalari bilan shipkalari berilgan, xudo xolasa. Fason berilgan. Fason berilgan. 16 o'rindiqlik. Nima deymiz nomini? Oq jemchugmi bu? Ha, oq jemchug Xurram Sulton. Xo'p, narxi narxi. Bunimizdagi zakazga 14 million so'm qilib berdik. 14 million so'm. 16. Mana shu 16 o'rindiqligimiz. Shunaqa. Tushunarli. Garantiyalari bilan xudo xolasa zakazga bo'ldi. Xo'p. Bu tarafimizda Monika fasonimiz. 12 ta o'rindiqli. 12 taligimiz endi. Machalkalari ham yaxshisidan qo'yilgan, xudo xolasa. Orqalari medalyon fason. Ko'rsating. Machalkalari ham mana qattig'idan tugmalari bilan, xudo xolasa. Stolimizning razmeri 3.20 ga 1.20 bo'ladi, MDFdan. Oyoqlarimiz xon taxta qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Oyog'ini bunday yotqizsalar xon taxta bo'laveradi. Bunimiz narxi 6 million so'm. 6 million so'm? Demak mana shunaqangi hamyonbop stollarimiz ham bor. Xo'p, demak mana komplektimiz qancha, Johirbek? 6 million so'm. 6 million so'm. Naqshlari, smala gullari hammasi urilgan. Xon taxta ham bo'ladi. Xon taxta ham bo'ladi. 12 talikmidi? 12 talik. 12 talik. Hurmatli obunachilar, mana shu hamyonbop so'ragan obunachilarimiz uchun mana hamyonbop narxlarda. Kraskalari ham Turkiya kraskalar ishlatilgan, xudo xolasa. Uyaltirib qo'ymaydi ishlar. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Stullarni ham tanishtirib qo'yaylik. Hozirgi kunda modada ketyapti turgan, xo'p, eng yaxshi tortyapti turgan ishimiz quyma, xudo xolasa. Mashinada ezib yorsalar ham hech narsa qilmaydi, salamda etib ketmaydi. Bunimizni 12 taligini 1100 dollar qilib beramiz. 3.20 ga 1.20 stoli bo'ladi. Xo'p. Oyoqlari simal oyoq bo'ladi, akvarium stol bo'ladi. Kantlari bilan, xudo xolasa, materiali ham qimmat, toza materiallardan qo'yilgan. Bunimizni ham zakazga qilib beryapmiz, Jizzaxga chiqib ketadi, xudo xolasa, stoli bitsa, materialni klientimiz o'zi tanlab berishdi. Demak, nechtalik bo'lyapti bu? Bu 12 talik, 14 talik. 14 talik zakazga bo'ldi. Demak, komplektda oynali stoli bor. Akvarium oyog'i bo'ladi, akvarium stol. 12 taligini bahosi 1100 dollar chiqadi. 1100 dollar. Bu anchagina puli baland ekan. 10 yilgacha bemalol xizmat qilaveradi. Garantiyasini qilib beramiz. Demak, sifatli mahsulot. Sifatli mahsulot. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaversa, stollarimiz mana hamyonboplari bor, har xili bor. Prosta bu joyga hozir sig'maydi. Mana kimga qanaqa dizayni, qanaqa fasonda yoqsa, bunaqa ham zakaz qabul qilinaveradi, yasab berilaveradi. Ratanlarimiz tanishtiring. Tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Oynalari xudo xolasa sinib netib ketmaydi. 8 talik bunimiz. Xo'p. Kalyonli oynak. Garantiyali ishlar, xudo xolasa. 3 million 700 ming so'm qilib beramiz 8 taligini. 8 taligimiz 3 million 700 ming so'm jurnalni stoli bilan, mana tagiga qo'yiladi. Yaxshi. 2.20 ga 80 bo'ladi razmerimiz. Stolimizniki. Bunimiz o'sha 2 kishilik. Bu tarafiga 2 kishi, 6 kishi bemalol chiqadi bunga ham. Oynaklarini mana kalyonli oynak bo'ladi, sinib ketmaydi. Bunimizning narxi 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Bu ham o'sha 8 talik. 3 million 700 ming so'm chiqadi. Tagiga ham bemalol narsa qo'yib qo'yaverasizlar, ko'taraveradi. Tushunarli. Xo'p. Belanchalarimiz bor. Bunimizni 1.5 million so'm qilib beraveramiz. Bunimiz 1 million so'm chiqadi. 1 million so'm? 1.5 million so'm. Katta kichik. Ratanni har xil rangidan qilib beraveramiz. Moloshnisi bor,
seriyasi bor, Karishnovoy bor, Izabella modelimiz bor. Izabella modelni ko'rsatib o'taylik. Mayli. To'qilishlari o'ta boshqacha qilib ishlangan. Xudo xolasa buni to'shagi bo'ladi, spenkasida suyanadigan yostiqchasi ham bo'ladi. Yostiqcha komplektda qo'shiladi hammasiga. Qo'shiladi komplektda. Stoli bilan 6 taligini bahosi 5 million 200 ming so'm qilib beramiz. 5 million 200 ming so'm. Aha. O'sha trendda bo'lgan Izabella model. Hop, mana bular ham shunaqa. Bular ham o'sha 6 talik model. Bular 3 million 200 ming emas, 2 million 600 ming so'm chiqadi, adashdim. Aha. Kalyonning oynak bo'ladi, oynaga 6 talik seri rangi. Kimga qanaqa rang kerak bo'lsa qilib beraveramiz. 6 taligini bahosi 2 million 600 ming so'm chiqadi. 2 million 600 ming so'm. Aha. To'g'ri aytdimmi? Shunaqa. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, hop, mebellarimizni qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tdik. Bu ham shundan-a? Shunaqa. Oshxona stol-stullar bilan tanishtirib o'tsak. Mana bularimiz. Keyin bu kachalkamiz bor. Buni ham ko'rsatib o'tasiz. Ko'rsating. 2 kishilik xudo xolasa. Kachalkamiz. Kachalkamiz, aha. Bemalol mazza qilib o'tiraverasizlar. Aha. Bunimizda 1 million 800 ming so'm qilib beraveramiz. 1 million 800 ming so'm kachalkamiz. Umuman baquvvatmi? Baquvvat xudo xolasa. Bizni ko'taradimi? Bemalol aka. 2 kishini bemalol ko'taradi otaxon onaxonlarimiz. Hop. Xo'p. Tanishtiraylik mashinadan turib. Bularimizni o'sha har xil rangidan qilib beraveramiz. 6 taligini bahosi 3 million 200 ming so'm qilib beraveramiz 6 taligini. Shunaqa, 3 million 200 ming so'm hammasi. Hammasi. 6 talik. Rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Rangi o'zgaradi xolos. Aha. 3 million 200 ming to'lamizmi? Shunaqa. Demak, 3 million 200 ming so'mdan mana bu kuxonli oshxona stollarimiz komplektda. Materialdaga, to'g'rimi? Material deymizmi? Mana kimga qiziq bo'lsa, nomer orqali bog'lanib zakazini beraverasiz. Javohirbek aka, nomeringizni qo'yib qo'yaman. Rustamxon akamizning nomerlarini qo'yib qo'yaman. Batafsil ma'lumotni o'sha yerda berasizlar. Xo'p, hammasiga to'xtalib o'talmadik mana. Pinallar, oshxona mana bu stol-stullar, mягкий уголокlar, keyin o'sha joyda oshxona mebellari va nimalarimiz bor edi. Yotoq, spalniy garniturlarimiz bor edi. Stol-stullarimizni tanishtirib o'tdik. Qolgan batafsil ma'lumotni o'sha Telegramdan va kanallardan olaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, nomer orqali bog'lanib zakazini beraverasizlar. Kelishgan holda 12 ta viloyatga dastavkasini qilib beramiz deydi. Kelishilgan holat. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Qo'shni davlatlarga ham. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga dastavka qilib beramiz. Kargo orqali o'tadi kelishilgan holatda. Aha, demak, katta mashina, yuk mashinalar o'zlaringda bor-a? Aha. Bo'ldi, tushunarli. Hurmatli obunachilar, kelishib, ag'ini qo'ng'iroq qilib o'zlaring batafsil ma'lumot olaverasizlar. Biz bo'lmasam hop, hurmatli obunachilar, stol-stullarimiz hamma mebellarni tanishtirib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa, nomer orqali bog'lanib zakazini beraverasizlar.